Enbiya suresi Mekke nazil bo'lgan 112 oyat. Bu suraning fazilati to'g'risida Imom Buxoriy Abdurrahman ibn Yaziddan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Isra, Kaf, Maryam, Taha va Anbiya suralari ulug'liqda oldin qatorda turadigan va men eng avval o'rgangan suralardir. Bismillahirrohmanirrohim. Kishilarga ularning amallaridan hisob ilinadigan vaqt, ya'ni qiyomat yaqinlashdi. Holbuki ular g'aflatdadir. Qiyomat to'g'riliq o'ylanishdan yuz o'rmakdadir. Ularga Parvardigor tarafidan Qur'onda yangi va nasihat nozil bo'lsa, ular uningga masxara qilgan holda quloq solishidi. Ularning dillari Allohning kalomidan g'aflatdadir. Kafirlar o'z ara bu, ya'ni Muhammad alayhisalom faqat sizlarga o'xshash oddiy bir inson. Sizlar sehrni ko'rib turib, uni qabul qilamsizlar deb yo'shirin so'zlashidi. Payg'ambar aytdi: Parvardigorim osmon zaminda aytilgan so'zlarni bilib turadi. Allah so'zlaringlarni anglab turuvchidir, ahvolinglarni bilib turuvchidir. Kafirlar Qur'on sehrdir deb qalmasdan, balki u Muhammadning qalaymagan tushlaridir, balki uni o'zi o'ydirib chiqargandir, balki u shoirdir. Ilgirki payg'ambarlarga o'xshash bizga biror mo'jiza keltirsin deyishdi. Ulardan ilgari biz halok qilgan shaharlardan, ya'ni aholisidan hech qaysi iymon etmagan tursa, mo'jizalarni ko'rsatsak, ular iymon etamdi. Sura Anbiya 1, 2, 3, 4, 5, 6 oyat to'g'risida. Qiyomat nihoyatda yaqinlashib qolgan bo'lsa-mu, kishilarning uningdan bexud yurayotganligi to'g'risida. Allah Taala qiyomat kunining nihoyat yaqinlashib qolganligini, lekin kishilarning uning uchun tayyorliqsiz bexud yurayotganligidan ogohlantirib mundaq dedi: Kishilarga ularning amallaridan hisob ilinadigan vaqt, ya'ni qiyomat yaqinlashdi. Holbuki ular g'aflatdadir. Qiyomat to'g'riliq o'ylanishdan yuz o'rmakdadir. Nasai Abu Saiddan Payg'ambar alayhisalomning qiyomat to'g'riliq o'ylanishdan yuz o'rmakdadir degan oyatining ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Ular bu dunyoda qiyomat kuniga tayyorlik qilishdan bexud yuruvchilar, ham u haqda o'ylanishdan yuz o'rguvchilardir. Alloh taolo qiyomatning cho'qim bo'lganligi haqida mundaq dedi: Allohning farmoni
misollarni keltirganligiga qaragan. Ular shundoq bo'xtonlarni chaplash bilan ozdi. Ular hidoyatga yo'l topolmaydi. Isro surasi 48-oyat. Ondan ular payg'ambar alayhissalomdan Salih va Isa alayhissalomlarning mo'jizalariga o'xshash biror mo'jiz keltirishni talab qilib mundoq dedi. Ilgariki